Periştilerini biliş. İkinci bab, periştilerinin sübetleri. Allah subhanahu wa ta'ala periştilerini bizden farklı kılıp yaratkan. Biz ulanı körelmeymiz. Ulanın avazını anlayalmaymiz. Ulanı tutalmaymiz. Ondaqda biz periştiler hakkındaki ilimni qandaq egalleymiz? Cevap şu ki, xuddi başka gaybi meselelerge o'xshash, biz bu cihetdeki ilimlerini Allah subhanahu ve ta'ala'nın özünün kitabıda yoki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün hadislerinde bayan qilganlardan o'rganamiz. Periştiler xilma-xildir. Hamma periştiler nurg'un o'rtaq xususiyatlarga ega. Lekin bu barliq periştilerning o'pma o'xshash ekanligidan derak bermaydi. Ular kuch-quvvat, jismining cho'ng kichikligi, qanotlarining soni qatorliq jihatlarda xilma-xildir. Periştilerning o'zaro farqli ekanligi haqida bir misol, ularning yuklangan vazifa va daraja jihatda farqli ekanligidir. Ularning ba'zilari Allah subhanahu wa ta'alaga boshqalaridan yaqinroqdir. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Periştiler aytadi: Bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Biz haqiqatan ibodatda sap tortib turg'uchilarmiz. Biz haqiqatan Allohga tasbih aytqichilarmiz. Sura Saffat 164-oyatdan 166-oyatgacha. Periştilerning eng yaxshilari musulmonlar bilan billa Badr g'azotida qatnashganlardir. Rafi'i ibn Hadij radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Jibril alayhissalom yenimga kelib, sizlar aranglardagi Badrga qatnashganlarga qanday qaraysizlar degan edi. Men ular eng yaxshilarimiz deb qaraymiz dedim. Shuning bilan Jibril alayhissalom, bizmi shuningdek Badrga qatnashgan farishtalarni eng yaxshilarimiz deb qaraymiz dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy 3992, 3994-numurliqda ve İmam İbn Majah to'plagan. Farishtalarning jismoniy sifatlari. Farishtalar bizning moddiy dunyoyimizdan hal qilgan g'ayb olamining bir qismi bo'lg'achqa, ular biz atrofimizda ko'rayotgan hech narsaga o'xshamaydi. Biz tövende ularning ba'zi sifatlari bilan tanishish jarayonida cho'qim mushu nuqtani esimizda tutishimiz kerak. Masalan, biz ularning qanotlari borligidan xabar topdik. Lekin bu ularning qanotining qushlarning, harining yoki aeroplanning qanotiga o'xshaydiganligidan derak bermaydi. Farishtalar nurdan yaratilgan. Allah subhanahu wa ta'ala farishtalarni nurdan yaratgan. Bu ularning bizden ve biz biladigan boshqa narsalardan naqadar farqli ekanligining eng jonliq misollaridan biridir. Ayşe radiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Farishtalar nurdan yaratilgan. Jinlar o'tning yalqinidan yaratilgan. Odam Qur'onda sizlarga bayon qilingan narsadan yaratilgan. Bu hadisni İmam Muslim 2996-numurliq rivoyat qilgan. Demak, Allah subhanahu wa ta'ala jinlarni farishtalardan farqli holda o'tning yalqinidan yaratgan. Jinlarning ba'zilari yaxshi, boshqalari nachardir. Biz birinchi babda shaytonning jinlardan ekanligini tilga olgan edik. Biz bu dünya hayatımızda farishtalarni jinlarni ko'rolmaymiz. Farishtalarning qanotlari bor. Farishtalarning qanotlari bor. Ba'zi farishtalarning 2, ba'zi farishtalarning 3, ba'zilarining 4, yana ba'zilarining nurg'un qanotlari bor. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Jami hamd sana osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi, farishtalarni 2 qanotliq, 3 qanotliq va 4 qanotliq
elçiler qilg'uchi Allohga xosdir. Allah yaratishda xolig'ini ziyoda qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Sura Fatir 1-oyat. Buningdan sirt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga Jibril alayhissalomning 600 qanoti borligidan xabar bergan. Bu vaqtdagi hadis 4-bobda bayon qilindi inshaalloh. Farishtalarning qushlarga o'xshash paylik qanotlari bormi? Biz bundaq desak bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga bu vaqtda ilm ato qilmagan. Farishtalar kuchlikdir. Ba'zi farishtalar biz bu dunyoda biladigan har qanday narsadan kuchlikdir. Masalan, Alloh subhanahu va taolo o'zining mahluqotlarining eng cho'ngi bo'lgan arshni faqatla 8 farishtaning ko'tardiganligidan xabar berib, shundaq deydi. Tarjimasi: Farishtalar osmonning atrofida turdi. Bu kunda Rabbingning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turdi. Sura Haqqa 17-oyat. Allah subhanahu va taolo yana davzaqqa muakil farishtalarning intayin kuchlik ekanligidan xabar berib, shundaq deydi. Tarjimasi: Uningga, ya'ni davzaqqa rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkaldir. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi. Sura Tahrim 6-oyat. Farishtalarning jismi nihoyat cho'ngdir. Ba'zi farishtalar biz ko'rib boqqan har qanday narsadan cho'ngdir. Masalan, Alloh subhanahu va taolaning arshini ko'taradigan farishtalar tasavvurdan hal qilgan darajada cho'ngdir. Jabir, Abu Hurayra va Anas radhiyallohu anhumlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qiladi. Tarjimasi: Mening Allohning farishtalari orasidan arshni ko'taradigan bir farishta haqida so'zlab berishimga ruxsat qilindi. Uning quliqining yumshiqi bilan murisining oraliqi 700 yillik musofidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. U farishta: Ey Alloh, sen qayerda bo'lsang, jami ayib nuqsondan pok tursan, deb turdi. Bu hadisni İmam Abu Davud va İmam Tabrani to'plagan bo'lib, Shayx Albani rahimahulloh As-Sahih 150-151 numurliq sahih deb baholagan. Bu hadisning zaif nuqtasini ko'rish uchun Shayx Albanining Silsilatul Ahadisus Zaifa degan asrining 6923-numeriga qarang. Farishtalar go'zaldir. Davzaqqa muakil farishtalar va jazolashga mas'ul boshqa farishtalar o'z xizmatining ehtiyoji tufayli ko'rimsiz va qattiq qo'ldir. Ammo odatda farishtalarning ko'rinishi nihoyat chiroylidir. Bu qarash kishilarga ma'lumlik va ular tarafidan qabul qilingandir. Masalan, Yusuf alayhissalomning zamonidagi zardor xotinlar Yusuf alayhissalomning favqulodda go'zal ekanligini ko'rib, uni cho'qim inson emas, farishta deb o'ylab qolgan. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Ular bundaq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir. Bu odamzod emas, faqat bir esil farishtadir deyishdi. Sura Yusuf 31-oyat. Bo'libmi Jibril alayhissalom ko'rinishi chiroyli farishtadir. Alloh subhanahu va taolo u to'g'risida shundaq deydi. Tarjimasi: Vahiyni uningga kuchlik farishta Jibril ta'lim berdi. Uning, ya'ni Jibrilning ko'rinishi chiroyli bo'lib, yuqori ufqda o'z shaklida turdi. Sura Najm 5-oyatdan 7-oyatgacha. Farishtalarning rangi. Nurg'un nadon kishilar farishtalarning hammasini oq rangda deb o'ylaydi.
Halbuki biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan shuni bilalaymiz-ki, farishtalar bu dunyoda ba'zi kishilarga ko'ringanda shu sharoitga mos ranglarda ko'rindi. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tunji qitim Jibril alayhissalomni ko'rganda, u, ya'ni Jibril alayhissalom yeshil rangli edi. Munkar va Nakir degan farishtalarning rangi qora ko'k edi. O'lim farishtasi mu'minlarning oldiga oq yuzlik holatda, kofirlarning oldiga qora yuzlik holatda keladi. Bu vaqtdagi hadismu 4-bobda bayon qilindi inshaalloh. Bu hadisning tafsiloti Abturning Barzax hayoti degan kitobida bayon qilingan. Farishtalar ijir qilmaydi, charjamaydi va zerikmaydi. Farishtalar har vaqt Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga itoat qilish bilan mashg'ul bo'ladi. Ularning uxlash yoki orom olishga ehtiyoji yo'q. Ular hech qachon Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish va itoat qilishdan charchab qolmaydi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: agar ular cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortsa, Rabbingning dargohidagilar, ya'ni farishtalar kech kunduz Allohga tasbih etib turdi. Ular malol bo'lib qolmaydi. Sura Fussilat 38-oyati. Farishtalar tamoq yemaydi. Gerçi biz yemek içmeksiz yaşayalmasak-mı? Allah subhanahu wa ta'ala farishtalarni yemeklikka ehtiyacı yok qilib yaratgan. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala farishtalarni İbrahim alayhissalomning yiniga avatib, uning ayolining Ishaq ismli o'g'il tug'adiganligi bilan xo'sh xabar bergan. Farishtalar İbrahim alayhissalomning yiniga inson suratida kelgan. İbrahim alayhissalom ularni odatda keladigan boshqa mehmonlarga o'xshatib, aldirab tinab, ularning sharifiga bir semiz mo'zayni kavob qilib achiqqan. Ammo mehmonlar, ya'ni farishtalar yemagan. Bu ahvol İbrahim alayhissalomni bearam qilgan. Lekin farishtalar uningga qo'rqmasligini, o'zlarining Alloh subhanahu va taolo tarafidan uningga xush xabar berishga va Lut alayhissalomning qavmini jazolashga avatilgan farishtalar ekanligini aytgan. Alloh subhanahu va taolo bu haqda shunday deydi. Tarjimasi: shubhisizki bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar İbrahimga xush xabar elib keldi. Ular sana amallik tilaymiz dedi. İbrahim sizlarga amallik tilayman dedi. U uzoq qolmay bir mo'zayni kavob qilib elib keldi. Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xo'sh ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular: qo'rqmagan, biz Rabbingning farishtalari, tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lotning qavmiga, ya'ni ularni halok qilish uchun avatildik dedi. Sura Hud 69-70-oyatlar. Farishtalarning surati nihoyat tiz. Farishtalarning surati to'limi tizdir. Ular Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini elib tushish, bizning amallarimizni osmonga elib chiqish uchun intayin qisqa vaqt ichida osmon zamin orasidagi musofani tamomlab bo'ladi. Shunisi aniqki, farishtalarning surati otning, rakitaning, ovozning, nurning yoki biz biladigan boshqa har qanday narsanikidan tizdir. Bizning bu moddiy dunyomizda biz har qanday narsaning surati nurninkiga yetmaydi deymiz. Lekin farishtalar bu dunyoning qonuniyatlarining cheklimsiga uchirmaydi. Dunyoni va uning qonuniyatlarini Alloh subhanahu va taolo yaratgan bo'lg'achqa, u farishtalarga o'z vazifalariga mos holda surat va quvvat ato qilgan. Farishtalar xilma-xil siyoqda bo'ladi.
Allah subhanahu va taala iroda qilganda farishtalar o'zining siyoqini xilma-xil o'zgartiradi. Masalan, farishtalar Ibrohim alayhissalomning yiniga inson suratida kelgandek, Jibril alayhissalommu doim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va uning sahobalarining yiniga inson suratida keladi. Shundaqla Allah subhanahu va taala Jibril alayhissalomning Maryam onamizning yiniga inson suratida kelganligini bayon qilib, shundaq deydi. Tarjimasi: ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamanda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. U parda tortib, kishilardan yo'shirindi. Uningga bizning ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdiq. U Maryamga bijirim odam suratida ko'rindi. Maryam aytdi: "Men haqiqatan marhamatlik Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in." Jibril aytdi: "Men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan Rabbingning elchisiman." Sura Maryam 16-oyatidan 19-oyatgacha. Farishtalarning jinsi yo'q. Biz farishtalarni tilga olganda erlik, ya'ni muzakkar almashlarni ishlatamiz. Lekin bu farishtalarning erkak ekanligini yoki kishi jinsidan ekanligini ko'rsatmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davridagi kofirlar farishtalarni Allohning qizlari deydi. Allah subhanahu va taologa mayli o'g'il, mayli qiz bo'lsin, farzand nisbat berishga bo'lmaydi. Chunki u hamma narsaning Rabbi va egisidir. Uning balasi yo'q, balaga ehtiyoji yo'q. Allah subhanahu va taolo kofirlar haqida shundaq deydi. Tarjimasi: ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Allah farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan bildi? Ularning guvohligi, ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. Sura Zuhruf 19-oyat. Buningdan sirt biz farishtalarni to'y qilgan yoki farzandi bor desakmi bo'lmaydi. Chunki Qur'on sunnatda bundaq gap bayon qilinmagan. Ba'zi hayvonlar farishtalarni ko'ra oladi. Hayvonlar ba'zi narsalarni insonlardan yaxshiroq ko'ra oladi yoki anglay oladi. Ba'zida hayvonlar farishtalarni ko'ra oladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Tarjimasi: sizlar kechida xo'rozning chilig'ini anglasanglar, Allohdan u, ya'ni Allohning fazlini tilanglar. Chunki u, ya'ni xo'roz farishtani ko'rgan bo'ladi. Agar sizlar kechida eshakning hang'irig'ini anglasanglar, shaytonga qarshi Allohdan panoh tilanglar. Chunki u, ya'ni eshak, shaytonni ko'rgan bo'ladi. Bu hadisni Imom Buxoriy 3303-numorliq va Imom Muslim 2729-numorliq hadislarda rivoyat qilgan. Hadisdagi tirnoq ichiga ilingan kechida degan so'z bu hadisning Adab al-Mufrad 525-nomerdagi nusxasida rivoyat qilingan. Farishtalarning xarakteri. Allah subhanahu va taolo farishtalarni o'z maxluqotlari orasidagi eng yaxshilaridan qilgan va ularning xarakteri va qilmishini eng yaxshi qilgan. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Allah farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Sura Zuhruf 19-oyat. Farishtalar yaxshi va ham hurmatlidir. Allah subhanahu va taolo farishtalarni eng esil va yaxshilardan qildi.
Periştiler Allah subhanahu ve teala'ga tamamen itaatçan bulup, onun emir fermanlarını beca keltirişte zinhar tiyip ketmeydi. Şu veciden Allah subhanahu ve teala ulanı özünün vahiysini peygamberliğe yetkizişki tallagan. Şundaqla Allah subhanahu ve teala yana osmondagi Qur'onni saqlash vazifasini ularga topshirgan. Qur'on osmonda farishtalarning yanida lavhil mahfuzda saqlangan. Bu to'g'risida mazkur yurishlik o'qishliqlarning 3-qismi bo'lgan Allohning kitoblarini tonish qismida to'xtalamiz inshaalloh. Allah subhanahu ve teala bu to'g'risida shundoq deydi. Tarjimasi: Qur'on hurmatlik, yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir. Sura Abasa 15-16 oyatlar. Qur'onni o'qishga mohir bo'lganlar va shu bo'yicha amal qilganlar hurmatlik farishtalar bilan birga bo'ladi. Bu vaqtda Aisha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Qur'onni mohirlik bilan o'qiydigan kishi hurmatlik, itoatchan, putukchi malaikalar bilan birga bo'ladi. Qur'onni duduqlab, qilinib turib o'qiydigan kishi bo'lsa, qo'sh ajrga erishidi. Sahihul Buxoriy 4937-hadis. Sahihul Muslim 798 numaralı hadis. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Farishtalarmu faqatla Allah subhanahu ve teala'nın bildirgenlerini biladi. Farishtalar ilmini Allah subhanahu ve teala'dan aladi. Şuna ular Allah subhanahu ve teala özleriga bildirgandan boshqani bilmaydi ve ilmi Allah subhanahu ve teala'nın bildirgenidan kamlab ketmaydi. Allah subhanahu ve teala ular to'g'risida shundoq degan. Tarjimasi: ular, ya'ni farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan, dedi. Sura Baqara 32-oyat. Farishtalar Qur'onga quloq solishni yaxshi ko'rdi. Farishtalar yaxshi narsalarni anglashni yaxshi ko'rdi va yomon narsalarni anglashni o'ch ko'rdi. Ular Qur'onni va Alloh subhanahu va taolaga aytilgan hamd sana madhiyalarni anglashni yaxshi ko'rdi. Ular muzikaga, yolg'on so'zga va shayton o'rgatgan boshqa narsalarga quloq solishni o'ch ko'rdi. Qur'on Allah subhanahu ve teala'ni razı qilish uchun chiroyli ohangda, ixlos bilan o'qilganda farishtalar uni anglaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq degan. Tarjimasi: bir turkum kishilar Allohning kitobini tilovat qilish va uni o'zaro o'rganish uchun Allohning o'ylari, ya'ni masjidlardan bir uyga jam bo'lsa, ularning ustiga sukunat tushidi. Ular rahmatga cho'miladi. Ularni farishtalar o'rib oladi va Allah ularni yenidikilar, ya'ni farishtalarga maqtab berdi. İmam Muslim 2699 numaralı hadisda rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Usayd ibn Huzayr radhiyallohu anhu haqida mundaq bir voqeani rivoyat qiladi. U bir kechasi etini yeniga bog'lab qo'yib, namozda Baqara surasini o'qiyotgan edi. Tuyuqsiz eti cho'rgilab ketdi. U Baqara surasini o'qishdan to'xtagan edi, etimi cho'rgilashdan to'xtadi. U yana Baqara surasini o'qishga boshlagan edi, eti yana cho'rgilashga boshladi. Ondan u Baqara surasini o'qishdan to'xtadi. Otmi cho'rgilashdan to'xtadi. Ondan u Baqara surasini o'qishga boshlagan edi, otmi cho'rgilashga boshladi. Uning Yahya ismli bolasi otga yaqin yerda edi. U otning bolasiga ziyon yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni oxirlashtirib, bolasini sal yiroqroq yutkab qo'ydi-da, beshini ko'tarib osmonga qaradi. Yana bir rivoyatda
ichida chiroqdek bir narsalar paqirab turadigan bulutlar osmonda paydo bo'lib qolgan. Ondan u bulutlar hatto u ko'rolmagidek darajada yuqoriga o'rlab ketgan deyilgan. U atsi kechida yuz bergan ishlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga so'zlab bergan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Ibn Huzayr, Baqara surasini o'qishni davomlashtirib bo'lsang bo'ladi", dedi. İbn Huzayr radıyallahu anhu: "Ey Allah'ın payg'ambari, o'g'lim Yahya atqi yaqin yerda edi. Men otning uni dasib etishdan qo'rqdim. Men Yahyani yiroqroq yo'tkab qo'yib, beshimni ko'tarib osmonga qarsam, ichida chiroqlardek bir narsa paqirab turadigan bulutlar osmonda paydo bo'lib qopti. Ondan u bulutlar hatto men ularni ko'rolmagidek darajada o'rlab ketdi", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam onundan "O bulutlarning nima ekanligini bilamsan?" deb so'ragan. İbn Huzayr radıyallahu anhu "Yo'q" deb javob bergan. Rasululloh alayhisolatu vassalam: "O bulutlar bo'lsa, sening ovozingni tinglash uchun sana yaqinlashgan farishtalardir. Agar Baqara surasini o'qishni davomlashtirib bo'lsang, farishtalar kishilardan o'zlarini daldiga ola olmay, kishilar ularni oshkor ko'rgan holatda tong atgan bo'ladi." İmam Buxoriy 5018-numurli hadis. Ali radıyallahu anhudan rivayet qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: "Banda tishini misvaklab, ondan kecha namozi, ya'ni tahajjudga tursa, bir farishta kelib uning orqida turdi. Farishta Qur'on tilovatiga quloq soladi va uningga asta-asta yaqinlashadi. Farishta davomliq tilovatga quloq soladi va uningga davomliq yaqinlashadi. Hatto oxirida o'z og'zini ashu kishining og'ziga qo'ydi. Shuning bilan u kishi o'qigan har bir oyat farishtaning ichiga kiradi. Shunga Qur'on qiroati uchun og'zinglarni poklanglar." Bu hadisni İmam Bayhaqi ve İmam Bazzar toplagan. Şeyh Albani rahimahullah As-Sahiha 1213 ve Sahihut Targ'ib 215-numurda sahih deb baholagan. Bu hadis namozga turishdan ilgari og'izni poklashning muhimligini ko'rsatadi. Biz shunda qilgandan keyin Qur'onni to'g'ri o'qisak, bir hürmetlik mehmon, ya'ni bir farishta inimizga keladi va bizning o'qiganlarimizni osmonga elib chiqish uchun uni og'izi orqali o'z ichiga qachilaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Farishtalar Alloh subhanahu va taologa qilingan zikrni anglashni yaxshi ko'rdi. Farishtalar Allah subhanahu wa ta'ala zikr qilingan ve medhilengen joylarga berishni yaxshi ko'rdi. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Juma kuni farishtalar masjidlarning har bir eshiklarida turib, masjidga eng avval kelganlarni va uningdan keyin kelganlarni xotirlaydi. İmam xutba so'zlash uchun chiqqanda ular sahifalarini yopadi va zikrga quloq solish uchun masjidga kiradi. Bu hadisni İmam Buxoriy 3211 929 ve İmam Muslim 850-numurli toplagan. Abu Hurayra radıyallahu anhu yana Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'den shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Kishilarning amallarını xotirlaydigan farishtalardan boshqa Allah subhanahu va taoloning ziminda kezib yuradigan farishtalar bor. Ular zikr ahli, ya'ni Allah subhanahu va taoloni zikr qiluvchilarni izlab yurdi. Shundaqla Allah subhanahu va taoloni zikr qilayotgan kishilarni topganda bir-biriga "Kelinglar, izdigininglar mana" deyishidi. Ondan ularni zikr ahlini qanotlari bilan dünya osmonigacha urib oladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Allah ularning ahvolini ular, ya'ni farishtalardan yaxshiroq biladigan turug'liq
bandilarim nima deydi deb so'raydi. Farishtalar seni barcha nuqsonlardan pok deb tasbih aytyotidi, seni ulug'layotidi va sana hamd aytyotidi, seni ta'riflayotidi va sana yilinyotidi deydi. Allah subhanahu va taala andin ular meni ko'ribdimi deb so'raydi. Farishtalar yo'q deb javob berdi. Allah subhanahu va taala agar ular meni ko'rsa qandoq bo'lib ketar deydi. Farishtalar ular seni ko'rgan bo'lsa sana texmo bak ibodat qilgan, hamda aytgan, texmo ko'p tasbih aytgan va seni texmo ko'p ulug'lagan bo'ladi deydi. Andin Allah subhanahu va taala ular nima so'rayotidi deydi. Farishtalar jannatni so'rayotidi deydi. Allah subhanahu va taala ular jannatni ko'rganmi deydi. Farishtalar yo'q deydi. Allah subhanahu va taala uni ko'rgan bo'lsa qandoq bo'ladi deydi. Farishtalar ular uni ko'rgan bo'lsa uningga bo'lgan talpinishi texmi kuchayib, uningga kirishni texmi bek talab qilgan bo'ladi deydi. Andin Allah subhanahu va taala ular nimadan panoh tilayotidi deydi. Farishtalar davzaxdan deydi. Allah subhanahu va taala ular uni ko'rganmi deydi. Farishtalar yo'q deydi. Allah subhanahu va taala ular uni ko'rgan bo'lsa qandoq bo'ladi deydi. Farishtalar agar ular uni ko'rgan bo'lsa uningdan texmi bek qochadi va uningdan texmi bek qo'rqadi deydi. Ondan Allah subhanahu va taala haqiqatan men sizlarni guvohchi qilamanki, men ularni mag'firat qilib etdim deydi. Farishtalar ularning orasida faloni gunohkormi bor? U ulardan bo'lishni arzu qilmagan edi. Faqatli bir hojati sababli ularning yiniga kelgan edi deydi. Allah subhanahu va taala men unimi mag'firat qildim. Ular yani zikr ahli bilan o'ltirganlar ziyon tatmaydi deydi. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Bu hadisni İmam Buxoriy 6408 va İmam Muslim 2689 numaralı hadisda to'plagan. Ya Allah, bizni ahli zikrlardan qilg'ayla. Ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Yuqorqi hadis shuni ko'rsatdiki, bir odam zikr majlisida o'ltirsa, farishtalar uni o'rib oladi va Alloh subhanahu va taologa uni ta'riflab berdi. Ya'ni bu inson zikrining fazilati bilan bu qadar katta ne'matga nail bo'ladi. İzahat. Bu yerdagi tilga ilingan zikr majlisi bid'atchi so'pilarning qilganidek hum deb jarri samo selishadigan atalmish zikr majlisi emas, balki Qur'on sunnatga uyg'un shaklda Alloh subhanahu va taolo zikr qilinadigan barliq diniy so'rinlardir. Izohat tugidi. Farishtalar hayoliqdir. Farishtalar taqvodor mu'minlardan hayo qiladi. Ularni yaxshi ko'rdi, hurmatlaydi va ular bor joylarda o'zini tuvan tutadi. Rasululloh alayhissalatu vassalam o'zining sahobalariga farishtalarning Osmon ibn Affon radhiyallohu anhuni qanday hurmatlaydiganligini bayon qilib, tarjimasi farishtalarmu hayo qiladigan odam, ya'ni Osmon ibn Affon radhiyallohu anhudan men hayo qilmamdim degan. İmam Muslim 2401 numaralı hadis. Farishtalar sesiq puroqlarni o'ch ko'rdi. Farishtalar odatda insonlar bizar bo'ladigan sesiq puroq, tükürük, nijosat va shuningga o'xshagan narsalardan bizardir. Bu haqda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan hadisda
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: samsaq, piyoz yoki badbo'y puroqliq boshqa narsalarni yeganlar masjidlarimizga yaqin kelmasin. Haqiqatan insonlar bezor bo'lgan narsalardan farishtalarmi bezordir. İmam Buxoriy 854-numurluq va İmam Muslim 564-numurluq hadis. Farishtalar ishni, suratni va qo'ng'iroqni yoqtirmaydi. Farishtalar ish, qo'ng'iroq va jonliqlarning surati bor uyga kirmaydi. Aisha, Maymuna ibn Umar ve Abu Talhaq radiyallahu anhumla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivoyat qiladi. Tarjimasi: haqiqatan farishtalar ichida it yoki jonliqlar sızilgan rasm bor uyga kirmaydi. İmam Buxoriy 3224-dan 3227-numurliqcha. İmam Muslim 2105-2106-numurluq hadis. Abu Hurayra radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: farishtalar ichida it yoki qo'ng'iroq bor uyga kirmaydi. Bu hadisni İmam Muslim 2113-numurda, Abu Davud ve boshqalar to'plagan. Aisha, Ummu Habiba, Anas ve İbn Umar radiyallahu anhumlardan mushuning o'xshash hadis rivoyat qilingan. Aisha, İbn Umar ve Anas radiyallahu anhumlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: farishtalar ichida qo'ng'iroq bor uyga kirmaydi yoki yinida qo'ng'iroq bor karvonga hamroh bo'lmaydi. Bu hadisni İmam Abu Davud, İmam Nasai to'plagan. Shayx Albani rahimahulloh Sahihut Targ'ib 3117-dan 3121-hadisgacha. Shu vajidan agar farishtalarning atrofimizdan ayrilmay yurishini o'ylasak, ularni bezor qiladigan ishlardan saqlanishimiz kerak.